G'arb sayohat filmidagi eng qaltis, eng yomoni Sun Wukongmi? Bugun G'arb sayohatga jandolisi eng kuchli oldin qatordagi 11 avliyolar qatorini anglab baqaylik. 11-o'rin turdig'ini 3-shahzoda Noja. Asar qarsak, er sarlashganlar ichida Noja 1-o'rin turdi, ya'ni Turshawul Sangun. Har qanday bir jang, mayli Sun Wukongni yo'qotish, mayli boshqa alvasini yo'qotish janglari bo'lsin, Turshawul Sangun birinchi bo'lib atlandi. Yorun Sultanmi mushning bilan dadisini Turshawul Sangun deb oldin hisobga oladi. Noja bu yerdeki Munarchi Balakshahning 3-shahzodasi. Birinchisi Jinja, ikkinchisi Muja, uchinchisi Noja. G'arb sayohat buning ishkakisini ko'rganmi? Endi bu yerga Noja kichik vaqtidan o'zidlab suv osti ajra qasrini qolayimqon qilyotdi. Yana biz ko'rgan televiziya teatr qarsak, iliq Chingni ujuңdan qashib kelganda hamma avliyolarni chaqirdi-ku. O'sha yer boshda Noja Turshawul buning bilan jang qildi. Lekin bu yerdagi iliq angishlar bilan buning qurolini dam tortib aketgan vaqtning o'zida Sun Wukong berib, otash bir nil o't ilohini chaqirib qildi. Shuning bilan bu nima deydi? Seyr karomat jandolis eng yuqori bu yerga 3-shahzoda Nojam tankilanmagan yer men berib nimish qilib olmayman yazayım deb kitidi. Demek mush basıdılığı qarsak bu yerga Nojaning Ershordisiga o'rni maharatinin qanchalik yuqorligini his qila olamiz. Biroq 500 yil burun Ershordisini malman qilgan vaqtning o'zida bu Sun Wukongga tankilanmaydi. Nojaning ustozi bo'lsa Tayyi Jinrin. Payg'ambarda 10-o'rin tuzildig'ining arlanshi. Endi bu biz ko'rgan Baliu ben Shiyojida nayt oz chiqdi. Ya'ni 500 yil burun Sun Wukong Ershordisini malman qilgan vaqtning o'zida avvallik Suara Busatba Yorun Sultanning qashiq kelib, mushu Yangzheni arlanshini tavsiya qildi. Balkim Sun Wukongga mash arlanshini tankila olish mumkin deb. Keyin qarsak Sun Wukong bilan necha kun urushgan vaqtning o'zida asosan tanglashib qoldi. Arlangshinning 70 xil o'zgarish marti bor. Ham buning o'ttirki ko'zimi Sun Wukong qo'yandigiz bilan o'xshash bir iqtidorga ega. Hamda buning hali 3 bislik yolminimi Sun Wukongning oltin to'qliq kuchdan kelishmaydigan bir angishlar ekanligini so'zlagan. Endi bu Arlangshinning ustozi kim u deganda, buning ustozi Yudi Jinrin. Yudi Jinrin bo'lsa Sun Wukongning ustozi Puti Laozuning shogirdi. Puti Laozuni tunamsizlar? Endi Sun Wukong bilan yeni bir o'xshashligi Arlangshinmi 700 yil burun Ershordisini malman qilgan. Sun Wukong 500 yil burungi payg'ambarda 9-o'rin turdig'ini hammamiz eng yoqtirdigan va g'arb sayohatidagi eng klassik, eng jingdian obraz Ershkitangdash avliyo azam Sun Wukong. Qarsak bu Puti Laozuning shogirdi, Puti Laozuning qashig'i berib, ikki xil maharatni o'rganib kipla Ersh ordusini malman qilib, Ershkitangdash avliyo azam degan nomga erishdi. Bu yana 70 xil o'zgara oladi. Buning oltin to'qliq gursimi g'arb sayohatidagi eng qaltis angishlarlarning birisi. Yana buning boshqalarga o'xshamaydigan bir alaydi maharati Jindoyun. Palakni mollaq etish maharati Yigi Jindoju shu Shivan ba chelli deydi. Endi maharatga bu qaytishda buni qiytidig'ini yo'q. Fakat ve fakat şunqar qağal bastı var o sizler deb turadigan naq shuning bir qanot qiqishi juvan deydi. Endi asar qarsak bu Sun Wukongning maharatining yomonligi, jandolisining kuchliligi bu jihatini ancha bak so'zlashning o'rnim yo'q. Hammamiz nayt ko'p ko'rgan Nurg'ullarning ko'ngilida Sun Wukong yeni number 1 birinchi o'rin turdi. Shunami? Lekin bulupmi men Yangzhengan mamlakatga g'arb sayohatini ko'rib Nurg'ullar afsuslandi. Voy bu Sun Wukong latib ketibdi. Bir qancha alvasini yo'qdib qolganligi o'zi tankilanmaydi-ki, ayeli ani yelimani chaqirdi-ki deb. Undaqda Sun Wukongning mush avliyolarni yordam chaqirganligi buning iqtidorsizligimi? G'arb sayohat asrki bu qoida qarsak, oqdir yo'q alvaslarni Sun Wukong urib o'ltirvasi buldi. Biroq Ershordisda va bir avliyo bir pusa buning Beijing aqdirgi bo'lsa, bundaqlarni o'ltamaymiz, cho'qim shular aktidu. Endi bularning chaqirganning iqtidorsizlikmi deganda mendaq bir amaliy misol oldi. Nurg'ullarimiz amaliy turmushda ma'lum bir ishni bajarish uchun 6 tushga qatirab a imza ma ubuvib hal qilolmaymiz. Lekin ba'zilar joyda o'tirib bir telefon bilan hal qilyotdi. Shunami? Endi men Sun Wukong ma'lum bir alvasildan qashib kelib ustozim tutib ketgan vaqtda bu yerga yer muvakkili, tog' muvakkili deganlarni chaqirdim. Shuninglar ular voy palon vaqt mandaq alvas tipga o'rdan egilib andaq qildi, mandaq askari qildi deydi. Voy sen Yorun Sultanga berib arz qilmadingmi desa, voy men arz qildim, necha qitim bag'an berib ko'rishamadim. Andaq bo'ldi, mandaq bo'ldi, arzim oqmidi deydi. Sun Wukong nima deydi? Bo'ldi. Bu ishni men anglaganman, menga degan kelsa ishim bitdi deb o'yladi. Demek eserning o'zidimi bu erishdiki undaq tayshanlar uchun yuqvangdadi, Rulay Fozu qatorliqlarni bir ko'rma deb ko'rish, berma ishimni bejarib hal qil deb hal qilishning o'zimi oson ish emas. Buningmi mushundaq bir iqtidoring bo'lsa qila olaysan mani. Nimishqa Jubaji Shosinglar bo'lmay har qatim Sun Wukong berib hal qildi.
Çünkü bunun şundak iqtidari, şundak innovativ, şundak yüz boğallık için herkesmi iqtidarsızlıqdan emas. Undaqda g'arb sayat filmidagi eng katta, eng yomon avliyo Rudolf Ozum. Bunun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shilib bir dona yaxshi yurak berishni unutib qolmanglar. Keyingi sonda davomli so'zlayman.